Kechirmaslik bu eng yomon negativ energiya bo'ladi. Bu sizni kasallikkacha olib keladi, azizlarim. Agar siz kechirmasangiz, biron kishini xafa bo'lgan bo'lsangiz, o'sha odamni kechirmasangiz, bilingki sizda kasallik paydo bo'ladi. Shuning uchun kechirim so'rang. O'sha inson kechirim so'ramasa, kechirim bermasa, kechirimini qabul qilmasa, unda u inson o'zidan negativ energiya chiqaradi butun borliqqa. U birinchidan o'zini ichidagi o't qopidan chiqayotgan suyuqliklar bilan o'zini organizmini o'zi zaharlaydi, negativ misllari bilan, negativ fikrlari bilan, ichidan chiqayotgan g'azab, nafratlari bilan o'zini o'zi yemirib boshlaydi. O'zida o'zi degradatsiya ketib boshlaydi. Shuning uchun kechirimli bo'lingizlar, azizlarim.